Nima ish qilyapsizlar sizlar? Hamma hujjatlarda kamchilik bo'lib yotibdi. Men shahardan komissiya bo'lib keldim. Yopamiz ishxonalaringni. Endi komissiya aka, ish bor joyda kamchilik xato bo'ladi. Biz buni to'g'rilaymiz. Hozir bitta obed qilaylik-a? Abed pulchom aytdi hujjatlarda hammasida kamchilik bo'lib yotibdi-ya. Kamchilikni to'g'rilaymiz, shepim. Mehmon bo'lib keldingiz, mehmon otangga yo'liq. Bitta obed qilaylik. Joy aytib qo'yganmi? Yopamiz, men yuqoriga svodka berishim kerak. Yopamiz. Yopilib ketsin shu joyi. Obed qilaylik, gaplashamiz. Ya kamchilik ko'pda aka, nima qilyapsiz siz? Hop, shepim, obed qilaylik, yuring. Yo, men sizni ishdan olishim kerak hozir. Oling ishdan obed qilaylik, shep. Qayerda abed qilamiz? Bitta zo'r joy bor. Yuring, shep. Oho, buncha chiroyli joy bu. Qanday joy bu? Olim polvon bu. Olim polvon? Ha. Sizlar menda sal uzoqroq yuringlar, ko'rganlar noto'g'ri tushunadi. Uzoqroq yuring. Bo'l. Kamchiliklar o'zi to'lib yotibdi. Oho, ovqatlari zo'r aka. Sal uzoqroq yuring dedim men. Uzoqroq yur. Menga mana ovqatdan hech kim ko'rmasin, sekin. Xo'p bo'ladi.